أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hörmətli savoqdaşlar, biz kitabımızdaki ikinci babı ilmul bayanğa kelgendik. İlmul bayanның umumi məzmununu çoğ üç türgü bölgen toq. Birisi təşbih haqqında toxtulumuz, yeni birisi məcaz haqqında toxtulumuz, yeni birisi kinay haqqında degan toq. Endi təşbih degan nima degan vaqtga kelgan vaqtda ma'lum bir narsani, lekin nim bo'lsin, yeni bir narsaga ikkisiga o'rtaq bo'lgan bir tarafda qana qilish o'xshatirish. Nima uchun? Shu o'xshatish orqali shu bir tarafni muayyanlashtirish, mayli qaysi xil shaklda olsin muayyanlashtirish uchun deb kelgan to'q. Mushu ta'rifatning o'zidan tashbihda biz bilishga tegishli bundaq 5 taraf bor. Birisi tashbihning ikki tarafi. Yani iki tarafının ma'lum xususiyatlarini asas qilgan holatdagi ikki tarafi shu xususiyatlar bilan andakin bir-biriga shu xususiyatlarda o'xshatildi. Biz oldingi soatlik darslarda tashbihning ikki tarafi haqida, bu ikki tarafiningki ba'zi sizm bilan bilinadigan şeylar, ba'zida aql, ya'ni uqum bilan, ma'no bilan o'qiladigan, o'ylash orqali o'qiladigan taraf ba'zi vaqtida o'xshamagan shaklda, bir taraf uqum, yana bir taraf sizm, yoki bir taraf sizm, yana bir taraf uqum, yana bir taraf aqliy, bir taraf hissiy shaklda qildiganligini deb o'tgan. Ondan keyin biz shu ta'rifatning o'zida yana ikki narsaning birisini yana biriga ma'lum uqumda o'xshatamiz degan. Shu uqum vecih şebah oldu. Ortak taraf vecih şebah oldu deb kelib, vecih şebahni 3 qism taqsim qildik. Yani 3 taqsimatga taqsim qildik. Birinchi qism abdur ikki tarafning o'rtaq nuqtasi, mayli bu o'rtaqlik amaliy o'rtaqlik olsin tahqiqan yoki qarashtirma shakldagi, xiyoliy shakldagi o'rtaqlik olsin deb ikkiga bo'lgan. Keyin Sakaki rahimahulloh bu o'rtaqlikni, bu vecih şebahni ikkiga bo'ldi. Birisi haqiqa, yani birisi haqiqiyya, yani birisi idofiyya deb kelib, haqiqiy yani ikkiga bo'ldi. Birisi hissiya, yani birisi aqliya. Ondan keyin 3-chi taqsimatga kelgan. 3-chi taqsimatda vecih şebahni vahid, murakkab, mutaaddid deb ikkiga bo'ldik, 3ga bo'ldik. Vahid hissi, vahid aqli ikkiga bo'lindi, murakkab hissi, murakkab aqli ikkiga bo'lindi. Mutaaddid hissi, mutaaddid aqli, mutaaddid muxtalif deb 3ga bo'lib darsimiz to'xtagan. Ham bugungi darsda ikki mazmun haqida so'zlaymiz. Birisi tashbihning vositalari, yana birisi tashbihdan bo'lgan maqsad. Tashbih qilishdan maqsad nima degan kelimiz bak qiyin mazmunlar emas. Endi arab tilida tashbih uchun ishlatiladigan vositalar hammalar bilamiz, hozir qadar o'qiyotgan arab til kitoblarimizda bu normal chiqadi bu. Ya'ni kaf masalan, ka'anna, undan boshqa mushu kaf bilan ka'anna ma'nosi qiladigan misli masalan, nahv degan so'zlarning hammasi asosan tashbihni ifodalaydi. Hatto ba'zi vaqtda fe'llarni ifodalaydi. Jumladagi ahvolga qarab turib o'xshamagan shaklda uslublar qo'llansa bo'ladi. Abturdavatda endi adatut tashbih kaf yoki ka'anna yoki misli yoki shu misli ma'nosidagi nahviy va shunga o'xshagan lafzlar. Demak, bizning uyg'urcha aytsak, o'xshash, dakdak, xuddi degandek ma'nolarda keladigan butkul so'zlar arab tilida nimaga yaraydi? Tashbihga yaraydi, tashbihning vositalashga yaraydi. Endi kaf bilan mush ka'anna tashbihdagi asosiy vosita bo'libmi, kaf asosiy vosita. Masalan, bizning yuqorqi necha kunlik darslarimizda keltirgan misollarimizda Muhammad kal asad desa, mushu kaf mushu jumlada bir shayni, ya'ni bir shayga, ya'ni Muhammadni sherga, masalan, asadga o'xshatish rolini o'taydi. Mushu o'rinda o'xshatuvchi taraf Muhammad bo'ladi, mushabbah deymiz. Şu o'xshatilish obyektda, ya'ni mushabbahun bi asad bo'ladi. Buni arabchada mushabbahun bih deymiz. Kaf mushabbahun bihning oldida keladi. Muhammad kal asad. Ammo ka'anna desa, ka'anna mushabbahning oldida. Ka'anna Muhammad asadun desa, ka'anna mushu gapni davatida olibdir. Kaf harfiga o'xshash vositalarda asli qoida buningga mushabbahun bihning ergashib kelishi. Vaqat yali g'ayru, ba'zi vaqtda mushabbahun bihning g'ayrimi ergashib keladi. Bu qanday hukmda bu desa, shu mushabbahun bih murakkab bo'lgan vaqt. Yana bir gap chiqdi. Oldin soatlik darsda biz vahid bilan murakkab tushungandik. Vahid bir hukm bo'lsa, murakkab bir ko'rinish, manzara, ana bir hukm emas.
Bunda bir neçe uqumdan teşkillengen bir körünüş menzirini murakkablaymiz. Endi Abdurrahman demek çok muhim gibi qolgan gaplar oson, oddiy bu yerda, buni tushunishlik. Tashbih ba'zi vaqtlarda, mushabbahun bi mushabbah va mushabbahun bi ikki vositamda nim bo'lgan holatlar bor, vahid bo'lmay, bir uqum bo'lmay, Muhammad Asadga o'xshash bunda ikkisi bir uqum bo'lmay, bunda ko'p narsalardan harakatlik, bunda zamonni o'ziga olgan, uqumlarni o'ziga olgan bir xil ko'rinishlarmi ba'zi vaqtda mushabbahun bi bo'lgan ahvollar bor. Masalan, buni misolini ko'rsatib o'tdi. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashima tazruhu riyah. Ayette Allah Peygamber Aleyhisselam'a hitap kılıp bulağa hayatı dünyanın misalini siz deprem bulağa tasvirlep birin bir örnek birin hayatı dünyaya hayatı dünyanın çensun bula hayatı dünyanın biz yaşavatkan dünyanın ahvalini biz xuddi insanda bir xil tügümes bir narsa deb o'ylab qoldi-da, o'lmaydigandak bir xil tuyg'u bor inson. Garchi o'ladiganlik hammadan ishonsimi, hayot dunyo asli ko'rinishi bir o'simlikning o'sib qurish ahvoliga o'xshaydi. Buni Qur'on tasvirlab kamain, o'simlikning aslisi bir suv. Chunki suv bo'lmasa o'sib chiqolmaydi u. Osmondan tushgan bir suv deydi. Faqtalata bihi nabatul ard. Bu suvi zaminning o'simliklar aralashtirgan zaminning o'simliklar shu sababdan o'sib chiqib فأصبح حشيما تزروه الرياح كين asta yoğunab kökürüp kin qurup bu nemin samanga aylanıp şamal uçurup muşnunla mı oxşaydı? Yağmur düşüdü, yerden ösümlük ösüdü, nahayet güzel vaqtları buludu bu ösümlükning haqning ko'zini qamaştırıqdak hammasini o'ziga jalb qilgudek bir xil holatda buludu. Keyin so'lishidu, asta dunyo shamol uchirib tugaydi. Hayot dunyo ayni shunga o'xshaydi. Inson bu jihatni tushunsa, bu hayot dunyo uchun o'g'irlik qilishning hojati yo'q ekanligi, odam o'ldirishning hojati yo'q ekanligi, boshqalarga hasad qilishning hojati yo'q ekanligi, unchalar dushmanlashib nurg'un baloy ofatga sabab bo'lishning hojati yo'q ekanligini tushunadi. Degan asosda ma bir misolni berdi. Endi bu oyatda bizga misol bo'lgan tarafi hayot dunyoning misoli ma'noga o'xshash deydi. Bu yerda hayot dunyo suvga o'xshamda yo'q. Bir o'simlik o'xshamda yo'q. Shamol uchirganlar yo'q. Anasi mushabbahun bi zaten nima desa, suning tushib, o'simlik o'sib, toza echilib, ko'kirib, hemen jalb qilgan bir holatlarni o'tkazib, keyin sulishab, asta keyin samon bo'lib, keyin shamol uchib ketgan bir jarayon bor, bir jarayonlik ko'rinish va shu ko'rinishning hammasi mushabbahun bi bo'ladi. Ma'ni biz odatda normalda murakkab deymiz. Ya'ni vahid emas, bir hukm emas, balki birikmaydi bir manzira, ko'rinish ya'ni. Chunki bu yerdagi murod dunyoning ahvolini sug'lama o'xshash emas va yoki boshqa bir narsaga o'xshash emas, balki murod dünyanın ahvalini, dünyanınki güzellikide, nazaratiha, bahçede, işkilisi güzellik diye ma'noda ve onunla erişkiladigan asta yo'qolib, halak olup, yo'qolish ahvoli da dünyanınki bir o'simlikning ahvoliga ki dastlabda yap-yeşil bo'ladi. Ondan keyin asta quriydi, shamol uni xuddi burun yo'qkan, lam yakun degani yo'q degan. Dunyo bayni, demak qoyada dunyoni bir narsaga o'xshatmay, bir muncha jarayonga o'xshatdi. Buni biz mushabbahun bih murakkab deymiz. Bunda ahvollarimiz ko'p bor deb qo'ymoqchi bo'lib turib, bizning asli maqsadga munosabatsiz ya'ni. Bizning hozirgi mazmundagi asli maqsad odat tashbihdir. Odat tashbih kap va ka'anniydi. Endi kaptinkin davomli mushabbahun bih keladi deb kelib, agar mushabbahun bih murakkab bo'lib qolgan vaqtda kaptin kinkini siz mushabbahun bih deb turmayman. Bu vaqtdagi mushabbahun bih bir butun jarayonda, ammo shu munosabat bilan mazmun mayaga qana qilindi, qistirildi deydi. Deb bo'lib, endi o'zimizga gapga kelaylik. Arab tilida tashbihni ifodalaydigan vositalar kap bo'ldi, ka'an bo'ldi va shuning ma'nosidagi boshqa harflar bo'ldi. Shundami? Endi yana fe'llarning ichida tashbihni ifodalaydigan ma'niga ega fe'l bo'lib qolsa, masalan, mandaqdek turdi, mandaqdek o'yladi, mandaqdek qaraganman degandekchi, manda bo'lib qolsa-mu tashbih bo'laveradi. Ya'ni ba'zida tashbihdan xabar beradigan fe'l mutlaqalanadi degani, ba'zi fe'llar tashbihning ma'nosini o'ziga olib qolsa, bu tashbih yaraydi. Masalan, alim Zayddan Asadan deb qo'yamiz. Men Zaydni yo'lbos deb qarayman degan gapda
Demek ki oğunu zeytini 4 putluk yol basıp qaramaydı o. Yol bastak bir adamı mening bilişim degan gap. Yani yaqin bo'lsa munosabat. Hasibtu Zeydan Asadan nap qo'yamiz. Zeytni yo'l bastak deb o'ylayman deb mundaqaqa bizning xiyolimizga tashbih sal yaraqroq bo'lib qolsa, mana demak mendeki alimtu, hasibtu degan fe'l gerçi fe'l olsa-mu tashbihni ifodalaydi. Bunda tashbihni chiqadi ham, bularning hammasi tashbih vositalari demak javob tur. Shuning bilan tashbih odatu tashbihga munosabatlik mazmun tugdi bu yerda. To'rtinchisi al-gharad min at-tashbih. Hammalarni bildik. Arab tilida mazmunlarni ifodalashda hamma mazmunlarga betilgan bir uslub vositalar bor. Normalda Zeydni Batur desek bo'ladi. Muhammadni oy bo'lgan Sehiy desek bo'ladi. Men chapinim qora desam bo'ladi. Ammo buni men tashbih shiltib Zeyd yo'lbosga o'xshash deyman. U degan bir dengiz deyman, uni sehiyligini ifodalash uchun. Men chapinim sening chapiningga o'xshash ekan yoki men chapin oldimiz, qanday chapin oldimiz qarasa, qanaroq qara desa, qog'ida qara masalan. Yoki qozonning ostida qara degandek tashbih shiltiman. Voy u bir nigirdim riskab tutgan o'sha qozondaklam qara ekan deyman masalan. Bu tashbihni ishlatishga g'iraz nega ko'p to'xtaydi desa, asosliq men sizlarga bir gapimda oldi bilan mushabbah bilan mushabbahun bihning o'ttiridagi tashbihni qo'llanishning tip sababi mushabbahni tushunish. Mushabbahun bih cho'qim kallamizda hammalarga aniq bir masala. Qog'ining qaraligini hammadan biladi. Dengizning mo'l, cho'nqur ekanligini, suv asaq tugmaydiganligini hammadan biladi. Hammadan. Yo'lbosning, Asadning qahramon Baturligini hammadan biladi. Endi biz shu o'qitish orqali mushabbahning ahvolini qarashtirib bildirmoqchi. Ya'ni o Batur desa, balki manroq Baturdi, ammo shirga o'xshatgandan keyin uning Baturligining eng yuqori cheki. O ya nayt sehiy adam desa, odatdagi sehiydi, ammo uni biz dengizga o'xshatgandan keyin uning sehiyligining cheki qolmaydi u yerda. Ya'ni nayt yuqori. Demak, tashbih asli mushabbahning ahvolini nayt aniq ro'shan shaklda ifodalash. Chapinim qora, qanday qarasa tun qora deymiz, shundami? Yoki oppoq chapan kiyibdi desa, endi oppoq degan oppoq chapan kiymaydi eski odatda, lekin u oppoq kiyibdi ekan. Men o'shaning oppoqligini ifodalash uchun o'sha qordek, oppoq yoki paxtadek oppoq chapan kiyibdi desam, maqsadim nima desa, oq chapan desam bo'ldigan nima? Uni yo qorga yoki paxtaga o'xshatishimning sababi mushabbahning darajasini qanday qilish ifodalash. Tashbih shuning uchun bo'ladi. Tashbih shuning uchun bo'ladi. Ya'ni asosliq tashbihdagi maqsad nega to'xtaydi mushabbahga. Ham ba'zi tashbihlar bor, alınışıp ketgan. Mundaqi gapni mubolag'a qilish uchun, gapni texmo mazmunliroq qilish uchun ta'tir qilgan bir ahvollar bor ba'zi vaqtda. Bu vaqtida mushabbahun bihi uludu, mushabbahun bihi mushabbah uludu. Ya'ni shu vaqtda aslidagi mushabbah maqsad uludu. Aslidagi mushabbah hozir ta'tir tashbihda mushabbahun bihi emasmi? Gap mushabbahun bihi qilib to'xtaydi. Lekin bu mohiyatda alınışıp ketgan tashbih o'g'achqa aslida mushabbah. Shu ya'ni bizning g'arizimiz, maqsadimiz mushabbah qilib to'xtaydi. Yani demek gapni sizlarga xulosalab bersam, tashbihdan asosiy maqsad mushabbahda. Boshqa narsa emas. Shu yerda avtorning keltirayotganlarining hammasi tashbihning maqsadining mushabbah ekanligini ifodalaydigan misollar. Gap bir qizlam, u bo'lsa-mu tashbihning g'arizi mushabbah. Qanday olsa shunda. Ba'zida uning ahvolini bayon qilamiz, yana mushabbahning ahvoli shu. Ba'zida darajasini bayon qilamiz, bir ishtikanimizning darajasini asabsiriq kan o'ziz qanasaq oltundek desak, uning seriqlik darajasini boshqalar ifodalab bermoqchi. Shaptul chichikiga yoki kauchichga o'xshaydi ekan desa, uning mudaraq bo'ladi masalan. Demakki, tashbih mayli nimani maqsad qilsin, tashbihni qo'llangan odam o'zi obdan biladi, maqsad qilganligini. Maqsad mushabbah kirdi. Shunga tashbih bo'lgan jumlada bizning oxir qiladigan yakunimiz mushabbahdan bo'ladi, mushabbahun bihdan. Shu emas, chunki mushabbahun bih hammaga ma'ruf. Mushabbahun bih ma'ruf bo'lmaganida uni tashbih ishlatish to'g'ri bo'lmaydi. Mushabbahun bih ma'ruf bo'lmaganida, masalan, bizning yurtda bir o'stan bor, yoki daryodan birisi bor. Men boshqa yurtga kelgandan keyin bir daryo uchirdi. Madarya bizning daryoga o'xshash kelgan desam, qishimlik odam mening yurtimdagi shu daryoni bilsa, mening ishlatgan tashbihim to'g'ri, maqomga loyiq, maqomga mos ishlatilgan qo'llanilgan tashbih bo'ladi. Ammo mening qishimdagi bilinmagan hamroyimning yurtimdagi daryoni bilmasa, men uning madarya mening daryoni bizning daryoga o'xshaydi ekan desam, u nima tushunadi u? Tushunmaydi-da u. Cho'qqum mushabbahun bih
mutakallimning nazarida va sami'ning nazarida, muxotabning nazarida aniq, aydın, ma'ruf bo'lganda, am biz shuning boshqa narsani o'qish orqali mushabbahni ifodalay olamiz. Mushabbahni aniq ifodalab, tasvirlab beramiz. Maqsad shu. Tashbihning g'arazi mushabbahni tasvirlash. Ko'rib baqaylar, abtur qancha misollarni keltirdi mushabbahni ifodalash. Davatida tashbihdagi g'araz ko'p hollarda mushabbah qaytadi degani, mushabbah qilib to'xtaydi. U g'araz bo'lsa-mu, mushabbahning mumkinligini bayon qiladi. Masalan, men abtur bir narsaning mumkinligini, masalan, men mana cho'ngishlarni qilaman desam, birisi oyoqqa qilolmaysan. Palonni qilibdi-ku deb, men mush palondek odam deb o'xshatsam, shu vaqtda men shuni qilayotganligini ifodalamoqchi. U menda xamust amga inson, menda yezdi qo'ygan inson, shuni palonni bunday ishni qilibdi-ku desam, men o'zimni palonni o'xshatganligim mushadagi bir ishlarning mumkinligini qanday ifodalamoqchi. Tabiiy ahvol demoqchi-da. Masalan, mushu boshqalar tarafidan qarshilik qilish mumkinchiligi bo'lgan va uning mumkin bo'lmaydiganligi da'vo qilinish imkoniyati bo'lgan bir yot ishlarda tashbih qilsak, yot ishlarda tashbih qilsak, bunun bo'ladi shu vaqtda mushabbahning mumkinligini ifodalash uchun bo'ladi. Masalan, Mutanabbi Sayfuddavlat Hamdoniyni maqtagan shirisida fa in tafuqul anama wa anta minhum fa innal miska ba'd damil ghazal. Sen bütün adamlardan büyük adam bo'lsang bo'ladi tamamen. Sen ulardek adam bo'lganlar ular bilan o'xshash yashash hojatsiz. Sen cho'ng-cho'ng ishlarni qila olaysan sen. Hech kim qila olmasa dema. Chunki kiyikning qusqidan chiqadigan ipa kiyikning qanidan chiqadi. Qonning ichidan alohida bir narsa chiqqandek, odatda insonlar uchun sendek buyuk odamdan chiqishi tabiiy normal ahvol deb bir tashbih orqali buni mumkinligini ifodaladi. Bu bir misol masalan. Fa in tafuqul anama wa anta min. Sen insonlardan turib insonlardan eshib ketsan, tafuq degani eshib ketsan. Bu mumkin chunki ipa kiyikning qinining bir qismidir deydi. Ya'ni shoir bu yerda shunday qaraydiki, o'zi maqtayotgan odam buni haqiqiy, yolg'iz, alohida qilib qo'ygan xususiyatlar bilan o'zining asli ziddigini boshqa odamlarga o'xshamaydi. Farqlanib turadi, mutabayinligini farqlanib turadi. Shuning bilan o'zining da'vosining mumkinligi, ma alohida odam degan da'vosiga buni iforga o'xshatish orqali hujjat keltirdi. Bu ifoning asli kiyikning qani emasmi? Shoir demakchiki bu o'rinda, va shoir yurida yaqul demakchiki kishilarning eshib ketsan, ularning birisi turib eshib ketsan ajablanarlik emas. Chunki ba'zi narsalarning bir qismi uning umumisini eshib ketgan ahvollarga va masalan iforga o'xshash, ifor kiyikning qinining bir qismi. Halbuki ifor kiyikning qinini eshib, kiyikning qinini hech kim yaratmaydi, ammo ifor qimmatli narsa. Shunga o'xshagan narsa. Sen boshqa insonlar bilan o'xshash inson bo'lsang-mu, lekin uning eshib ketsan tamoman mumkin u demakchi. Mumkin demakchi. Ya tashbihning maqsad mushabbahning ahvolining mumkinligini bayon qilish. Yoki ikkinchi misol tashbihdan maqsad mushabbahning ahvolining qandaqligini bayon qilish. Xuddi bir shayni yana bir narsaga qorliqda o'xshatgan. Shuni bir chapan oldim. Chapan oldim desam, qana chapan desa, qora chapan dedim. Qora chapan desam, endi uning kallasida har xil tuyg'u keladi. Unda susroq qora, to'parangi qora degandekchi. Ammo men uni nima deymanda, sizning ma chapiningizga o'xshash qora yoki pardazat qiyoqliq bo'lsa, ma pardada qora desa, qarshi tarafning kallasida mening chapinimning rangi muayyanlashidir. Bu yerda mushabbahning ahvolini bayon qilish bo'ladi. Shu qanacha sami mushabbah bihning rangini bilsa, mushabbah. Chapanning rangini o'qmaydi, pardaning rangini biladi. Qanday chap qora desa, buni marang mat, pardada qora desa, andakin uning kallasida mening chapinimning rangi muayyanlashidir. Bu bir sabab, ya'ni bu bir misollar shu mushabbahning bo'lgan qarazning misoli. Üçüncüsü mushabbahning ahvolining miqdorini, darajasini qanchalik darajada ifodalab berish uchun. Voy palandak uruqlab ketdi desa, qanday uruqlab ketdi desa, kichik bo'lsa qaptuva, bilkemchilik qapti deb qo'yiladi normalda bizcha. Qashli bir kichik bola bor, uruq. Mushunda uruqlab ketdi deganimiz mushabbahning ahvolining ne darajaga borganligini qo'shib uqtirib berish. Tashbih orqali uqtirimizda uni kuchlilik, ojizlik, ziyoda nuqsonlik. Masalan, bir qora kiyimni qog'iga, masalan, qorinning qatı. Odatda bizda Uyg'ur arablar to'liq qog'iga o'xshatadi ekan bir narsani. Ammo biz Uyg'urlar bir narsaning qoriligini o'xshatmoqchi bo'lsak, qozonning ostiga o'xshatamiz. Qozonning ostidaglam qora debchi. Qop qora. Hatto qozonning qashqa olsang qarisi yo'q deb buni qorilikqa tamsil qilmoqchi bo'lsak, qozon ishlatamiz biz endi. Bir odamda normal qora ekan desa normal gap bo'lsa, qozonning ostidagilar qora ekan deb qo'ysa, buni tum qora ekanini ifodalaydi emas, darajasini ifodalash boshqa narsa emas. To'rtinchi misol mushabbahning ahvolining shunday ekanligini muqarrarlashtirish.
Qana çağda dese ve zalika fi nefsi sami. Aşuning sami'nin kallısında, aşı sami'nin kallısında ve onun kaçtaki şe'nin ahvalını güçlendirdi. Mesela özünün qıvatqan işin hiç paydaga erişemediği adamni soğuk xat yazgan adamga o'xshash. Soğuk xat yazgan adamga o'xshab, "Hukam, bu sen menvatsa, onu qilmanda, bunu qilmanda vatsa, aş soğulam xat yazatamız sen." degene qarshi tarafga adatda normalda bo'shingizdan foydasi yo'q desa açıq keldim. Nech foydasi yo'q ekan mening mana shu anıga tashbih orqali, "Hukam, so'g'u xat yazatamız siz." Mana shu. Bu bir xil nima desa, ahvolingiz aniq. Muhtaram degan gapda bu ahvolingiz nima aniq. So'g'u xat yozgan odamning hadis bo'lganiga hech kim qilmaydi-ku. Sizning qilayotganingiz muhtaram buni. Muhtaram ishlar. Sizning hech qanday qilayotganingizdan ahamiyati yo'q, foydasi yo'q ishlar degandek bir xil qarshi tarafni qondirish maqsad. Sami'ning kallasida qondirish. Bu tashbih maqsad shu. Ham demak yuqorida 4 misol keltirdik. Birinchisida mushabbahning mumkinligini ifodalashni tashbih qilamiz. Ikkinchisida mushabbahning ahvolini bayon qilishni. Uchinchisida mushabbahning miqdor qanchalik darajada ekanligini. To'rtinchisida mushabbahning ahvolini muxotabning o'ziga qana qilish, muqarrarlashtirish, shuni ishontirish dedik. Bularning hammasini obdan diqqat qilsanglar, şu mesele mushabbahun bihda ma'ruf, mashhur. Hammada mushabbahun bihni biladigan, tunish qo'yib qolganda andikin yuqoridagidek maqsadga erishgili bo'ladi. Ya'ni ma 4 yo'l mumkinlikni bayon qilish, ahvolni bayon qilish, holning miqdorini bayon qilish, holni muqarrarlashtirish qatorliqlarning hammasi vajh shabahning mushabbahun bihda eng to'liq mushabbahun bih shu vajh shabahda eng mashhur bo'lishini taqozo qiladi. Bo'lmasa başka okumaydigan narsaga bir narsa o'qishtirib ifodalay olmaydi. Cho'qim mushabbahun bih qana qilish kerak, boshqaning nazarida qallisda o'qimishliq bir narsa bo'lish kerak-da. Bu 4 misol o'tdi. 5-misol mushabbahni ziynatlashtirgan. Endi buni bir narsani chiroyliqlashtirmoqchi bo'lsak, biz bir narsa o'qishtirmoqchi. Yo'q. Unda masalan, seriq narsa bor. Seriq narsani chiroyliqlashtirmoqchi bo'lsak, oltin o'qishtiramiz. Sad demoqchi bo'lsak, boshqa narsaga o'qishtiramiz. Sad narsalardan biriga. Qarani sad demoqchi bo'lsak, qozonning ostiga o'xshatsak, chiroyli demoqchi bo'lsak, kiyikning kuzga o'xshatamiz. Bulardan biz o'qimaymiz kiyikni, ammo arablarda bu ma'ruf ahvol. Kiyikning kuzga. Demak, normalda o'xshash bir narsani satlashtirmoqchi bo'lsak, bir narsaga tashbih qilib, yomon chiroyli satlashtirayotgan bo'ldi. Bir narsani boshqalarning o'zini maqtamoqchi bo'lsak, ya'ni chiroyli ko'rsatmoqchi bo'lsak, tashbih qilish orqali, "Yo'q, ma bolam, umoq to'sh qanday bolam" deb qo'yamiz. Yo'q, to'sh qanday qilam bolam. Soğuk düşüp ketken müşke ko'p ketibdi avda. Şu onun ahvolini. Ügünüp bir narsa ügünmese nima to'g'ri suyuq bo'lgandek deb bayatnalar suv xajizgandek degan. O'dagi suyuq bo'lgandek degan ham bir gapimiz bor ya. Mushlarning hammasi maqsad shu. Hozir keltirgan nimasi mushabbahni chiroyliqlash, deymi? Demak biz har qanday narsani, o'xshash bir narsani tashbih orqali sat qilayotgan bo'ldi, ham tashbih orqali chiroyli qilayotgan bo'ldi. Mesela qora yuzni kiyikning kuzga o'xshab qolgan o'xshash. O'zi qop-qora bir nigirni yo'g'ini chiroyliqma kiyikning kuzdek desak, bu bir xil chiroyliq ifodaladi. O qozonning ostidan qop-qora ekan desak, bir xil ifodaladi. Tashbih orqali ham chiroyliqlashtirg'ili, ham go'zallashtirg'ili bo'ladi. Aslidagi shu tashvih al-mushabbah. Tashvih al-mushabbah, ya'ni mushabbahni qana qilish, satlashtirish. Xuddi cho'qu yuzni to'g'ri cho'qib qo'ygan to'nlaq gendiga o'xshatgan o'xshash. Odatda qish kunlarida to'g'rilar gendini cho'qib to'nlab qolsa bir xil shaklga kiradi ya. Bir odamning cho'qu yuzini, madamning yuzi to'g'ri cho'qib olgan qishdagi qish kunlaridagi to'nlab qolgan gendiga o'xshaydigan desa, buningdan bir sat ko'rinish olmaydi endi. Odatda Jarir bilan Farazdaq birisi-birisini to'liq ayiblaydi adabiyotida. Farazdaqning shundag'u deyma yuzi cho'quvamdi. Buni Jarirning bir she'rida, men o'qigan ismni qilishi bir she'rida xamir yug'urib chalqab qolgan das o'xshatdi-chu Farazdaqning yuzini. Ya'ni xamir yug'agan dasda xamirning yo'qis qoladi emasmi? U nayt bir xil qoto-qoto holatda qoladi. Ashuni chiroyini shunga o'xshatdi. Tashbih orqali buni qilib bo'ladi har holda. Kichik bolalar qata o'tgan bo'lsa, "Yu, majandagi o'tirib deymi bol" deymiz. Buni aytib chiroyli bir ifodalash olgan bo'lsa, yana boshqa narsaga o'xshatsak, masalan, Amiz o'taqamiz gaztonda o'tirib deymi ol desak, bir xil hammamiz buni bir xillanma holat, endi buni digil to'saq gap chiqib qo'yadi o'xshlab qolsa. Demak, tashbih orqali hamma qilib, go'zallashtirib, satlashtirib masalan.
Ondan keyingi bir sebep istitraf el-mushabbah. Mushabbahni sal yatlılaştırış, g'arib shaklda ko'rsatish. Odatdagi narsa emas bu. Bunda degandek-ku. Masalan, xuddi kuyayotgan cho'g'va kümünü, adatda bunda biz tonu yoki uçaq degandek narsalardan yerim kuyayotgan cho'g'ni olsak, bu bir cho'g', ya'ni kümü. Buni bir tarafında qizil kuyayotdi, qoni qora, bir tarafda qizil o't kuyayotdi-da, mushu ne dolquni oltin bo'lgan ipa dengizga o'xshatsak, bir xil g'ayriy shaklda ko'rsatishda, hamda balkim sizlar bizda o'xshab bakmagan bo'lsak, bizga nisbatan bir o aplashmagandek bo'lishi mumkin. Nima ish qilsa uni odatda mumkin emas shaklda, unda olish mumkin emas dedi. Bunda bir shaklda ko'rish, bunda o tashbihlar bor. Ya'ni istitrofning yana bir yo'li bor. G'arib mushabbahni yatlashtirishning yana bir yo'li bor. O'zimi mushabbah odamning zihnida kelishida kam tepildigan narsa bo'lsa, ya mutlaq kam bo'ldi. Xuddi bayat o'tgandek o't yeniyotgan cho'g'va kümüne o'xshatgan bizning kallamizga bek ozgirdan bunda ahvollar. O'xshaydi-mi, o'xshab bilmaymiz endi buni. Ya mushabbahning hozir bo'lgan vaqtida kam tepildigan, masalan, o dengiz, ishpa dengiz, bunun oltin dolqun asosan kelmaydi kallamizga onda ahvol. Zo'rlab ekanmisa, kelmaydi. Yoki bo'lmasa, qaranglar, istitrofning ikki yo'li bor. Birisi mushabbahun bi mutlaq nodir. Kam tepiladi, kallamizga kelmaydi endi. Yoki bo'lmasa mutlaq nodir emas, mushabbah hozir olgan vaqtda ikkisining oraqadagi munosabat sal yiroq bo'lganligi uchun kam tepildigan ahvol. Bunda ahvollarda yana istrof chiqadi, yana yatlashtirish masalani g'ayriy ko'rsatish. Masalan, shoirning so'zida ولا زوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار في أطراف كبريت dedi. ولا زوردية لا زايد oldu ve ربما نستك bir qism binafshi gullar borki, o'zining ko'kligi bilan faxr qilib bag'childimda mag'rur turdi, bog'lanib o'tirdi, qizil yoqutlarning ustida deydi. Xuddi uni ko'tirish ojiz kelgan putlarning ustundagi holatida güngürtning atrofidagi, sarangining atrofidagi o'tga o'xshaydi. O'tning dastlab yiqilgan holatiga o'xshaydi desa, endi hammalar uyda sarangi chiqib baqqanda, o't yiqibchi. O't fashida yiqilgan vaqtda bir xil ko'kish rang paydo bo'ladi. Buni biz davomli ko'rib turgan narsa. Ammo bir gulni tasvirlagan vaqtda bu ikkisining bir yaqin kelishi nima tas. Ya shaklda bir xil g'ayriy shaklda tasvirlash uchun kelgan tashbih toza aplashmagan tashbih. Shunga boshqa buning ismi istig'rob bo'ladi. Tamam, yuqoriga keltirgan misollarimizdan hammasida tashbihdan maqsad mushabbahni qanaqa qilish, tasvirlash. Qanday tasvirlasa, mayli mumkinligini tasvirlasa, holni bayon qilsa, miqdorini bayon qilsa, yoki uni go'zallashtirmoqchi bo'lsa, yoki saklashtirmoqchi bo'lsa, yoki istitrof qilmoqchi bo'lsa, qanday qilmoqchi bo'lsa, mesela g'araz tashbihdan mushabbah ko'rib to'xtaydi. Endi ba'zida g'araz tashbihdan mushabbah bih ko'rib to'xtaydi degani. Ya'ni asli g'araz mushabbah ko'rib to'xtaydi, lekin ba'zi olinib ketgan tashbihlar bo'lg'achqa, o'rnidan boshqachqa aslidagi mushabbah keyin mushabbah bih bo'lib qolg'achqa, mushabbah bih degan ismga biz boramiz. Bu ikki turligi birisi mushabbahun bih, mushabbahdan atam deganda boshqalarga tuyg'usidir. Odatda normalda mushabbahun bih, mushabbahdan mashhurroq bo'ladi. Lekin bu yerda mushabbah mashhur degan ifodalash uchun, ya'ni mushabbahun bih, mushabbahdan mashhur degan ifodalash uchun. Shu tashbih maqlubda bo'ladi. Masalan, Muhammad ibn Wahibning so'zida va badas sabahu ka'anna urratahu wajhul khalifati hayna yumtadahu degan she'rda bir xil g'ayriy ma'noni keltirganda, mana bir xil qoltisman deb tushunamiz buni. Odatda normalda shoirning demoqchi bo'lgani xalifaning maqtanchoqligini ifodalamoqchida. Ya men xalifani maqtab qo'ysak, chiroyi guldek, oftobdek eshik tutadi demoqchimdi. Lekin gapni xalifaning chiroyini oftobga o'xshatishdan boshlamay, kun nuri tushgan oftobni, ya'ni kun nuri yurgan olamning kunduz bo'lgan vaqt holatini xalifaning yuziga o'xshatib turib boshladi gapni. Ya'ni gap ta'tur. Asli maqsad xalifaning yuzi. Bu mushabbah bo'lish kerak. Buni kunduzga o'xshatish kerak. Xalifani maqtab qo'ysa, kunduzdek vallahi yurib ketdi debchi. Ammo masala xalifa shunchalik maqtanchoqki, u maqtalgan vaqtidagi chiroyining yo'riqligi ham kunduzning yo'riqligidan eshib ketadi degan ifodalash uchun tashbihni ta'tur tashbih qilyapti ma'runda. Shuning bilan aslidagi mushabbah bo'lishga tegishli vajul xalifani mushabbahun bir shaklda
Ve aslındaki müşebbehun bih buluş tegishlik kunduzdagi yoruqliqni mushabbah shaklda keltirib tashbih ta'tir qildi. Yani gap aslidagidek maqsad mushabbah. Hozirgi mushabbahun bih. Şu ama nanda hozir normalda maqsad nada desa mushabbahun bih deymiz ma'runda. Amaliyotda asl tashbih o'ng tashbih bo'lib qolsa mushabbah qaytadi. Davomida va bada sabahu tong atdi. Xuddi o tongning yoruqligi xalifaning yuziga o'xshatganki maqtalgan vaqtda. Bu yerdagi maqsad xalifaning yuzi mushabbah asli, lekin ma tashbihning o'zida mushabbahun bih bu. Maqsad almashtirishning maqsadi nima desa, xalifaning yuzi ajoyib chiroyli bo'lib ketganki, u kunduzning yoruqini qapqala degandek bir xil mubolag'ani ifodalamoqchi-da. Ya'ni shoir bu o'rinda shuni boshqalarga shu xil tuyg'uni berishni maqsad qildiki, xalifaning yuzi yoruqliq va nurliqlikda tongdan mutluq. Buningda bir xil nimba, bir xil sehr odamga ta'sir qilish va bir xil tatliqlik va xaloba degandan ayt bir xil mol, bir xil g'ayri, bir xil shirin huzurliq mazmun bor. Bu bir g'araz tashbihdan mushabbahun bih qo'ygan vaqtga birinchi turi. Ikkinchi turi mushabbahun bih qilib bakroq ahamiyat berishdan bayatdagi ta'dir maqlub tashbih emas, lekin qarshi tarafga nisbatan muhim narsa mushabbahun bih, mushabbah emas. Mana qo'ygan vaqtida g'araz mushabbahun bih qilib to'xtaydi. Xuddi och odamning yuzini masalan katashbihil ja'i wajhan bil badri fil ishraq. Bir adamning qarab yuzi yumaloq, shunda faqraydi ekan-ku. Qarab lekin yo'q, odamning yuzi yo'ruqliqda, tulun oyga, yumaloqlikda nonga o'xshaydi ekan adamlar-ku. Asli hammani tulun oyga o'xshasi bo'lgan nima, lekin nonga o'xshaydi ekan deyish qo'sqashchu. Chunki odam bek ichib ketsa qo'saq, kuzga hamma narsa ajaydigan narsalarni ko'rinadi emasmi? Bu yerda nonga o'xshashi, nonga bo'lgan ehtiyoj yuqori. Menga nisbatan non muhim degandek bir xil tuyg'uni berish uchun, ya'ni mening ahamiyat beradigan narsa mao degandek-ku. Bu biz bu xil tashbihni maqsadni oshkorlashlaymiz endi. Maqsadni oshkorlashchu. Da birisini uyga kirsak, ya choyma akamidi, bir narsa akamni qo'saq, ustadga tiqib qolsinda, qolsa bir qachda. Men suma deymiz endi. Ajab suv o'xshaydi ekan deb qo'yib qo'yamiz. Suv emas amaliyotda. Mal yeydigan narsa mamda qarab turgan, voy emas ekanda bunda. Bu hali qarshi tarafga bir xil signal urishdan gapchi. Men aytdim, bir odamning yuzini nonga o'xshatib qo'yganligi, mening killam hozir non kilib oldi, salimdan nonga ehtiyojim bor degandek bir xil uqumni ifodalab berish uchun. Buni biz izhor al-matlub, ya'ni ko'ngildagini boshqalarga qanaqalash ifodalash. Tamam. Mishada tashbihning gapi tugadi. Andan daha bir xulosalar tamam tashbihga qarasa, tashbihning g'arasi nima desa, bir narsa bor. Bu bizga nisbatan sal notunush. Bulubmu şu vecihebeh, şu sifatda, şu xil holatda sal kamchil. Yani bir narsa bor, hamma bilan tunishliq. Hamma bilan nima tunishliq. Ham mushu sifatda kuchlik. Zaytning botirligini hech kim uqmaydi. Shunami ya? Yoki uqsimi anda botir emas. Ama şir, hem öyle bilimiz bunun kahraman batırlığının ormanın padişahı ekiligini hem öyle bilimiz hem öylenge ma'ruf bir iş bu şirinin ki kahraman batırlığı. Muş vakitte biz kahramanlıkta aciz olanını yoki ma'ruf olmaganını kahramanlıkta güçlük yoki ma'ruf olganına qo'shib o'tish orqali boshqalarga bir xil iddaoni berishga bu mu ashta narsa. Manda olgan tashbih shakli. Tashbihning g'arzi bu. Shu turda o'tdi. Hada yuqoridagi tashbih qanday joyda qo'llanildi maqsad esa haqiqatan yoki iddao andigini mayli amaliyotda yoki bizning da'vorimizda kamchil bo'lgan narsani zoid shu sifatda ortiq qo'g'inga qo'shish ikkisini o'rtoqlashish maqsad qilingan vaqtida andan keyin yuqoridagi tashbih ishlatamiz. Maqsad yuqoridagi bo'ladi. Ya'ni demakki mushabbah ojiz, mushabbahun bi kuchlik. Mushabbah tunushsiz, mushabbahun bi tunishli bo'ladi. Sifat shu va sifatda. Ammo bir ishda ikki shayni o'tirib jo'qlash maqsad qilinsa-ki, o ikkisining birisi shunda ojiz, shuning birisi kamchil, birisi ortiq demasdan, ma'noga o'xshash demakchi bo'lsak, qanday qilamiz u vaqtida? Yuqorqi tashbihlarning hammasida mushabbahun bihdan tuan turadi. Esingizda bo'lsin. Endi biz bir narsa o'xshatmoqchi, ikkisini tang deb o'xshatmoqchi. Ana birisi tuan, birisi yuqori demakchi emas. Bo'lsa, eng yaxshisi tashbihni tashabuh bilan hukm qilishga tashlashki, tashbih ishlatmay tashabuh ishlatsak bo'ladi. Tashabih degan pil ishlasak, hamma bilasizlar, tafaala babi
İki tarafınki şu iş harekette ortaklıkını ifadelaydi emasmi? Tefaale babı iki tarafının şu iş harekette ortaklıkını ifadelaydi. Bunu biz tefaale babı deymiz. Tefaale babı işletken yaxşı. Nimişqa iki tang narsının birini biridan ortiq ko'rishni saqlanishdi. Masalan, Abi İshaq sallallohu bir sahabiyning bir şiirisi var. Tashabaha dam'i izjara ve mudamati femisli ma fil ka'si aynayya taskubu فوالله ما أدري أبي الخمر أسبلت جفوني أم من عبرتي كنت أشرب دعوتهم Mening yaşım tükelgen vaqtida ve mening işimlikim mudamat gene haraqın oxşap ketdi. Oxşaş. Yaş adatda haraq oxşamaydı. Haraq degan qat qizil kildi ularninki. Yaş aqildi, lekin qon yig'ildi demekçi. Tashkisi oxşaş. Tashabba ishiltibatdi ha. Ma keyindiki bizga munosabatsiz, bizga maqsadli bo'lgan misol birinchi misradilar. Qolgan tarjima qilyaptilar. Mening ko'zim ma romkamdagi, jemimdagi ishimlikka oxşashni tükyapamdi. Yani tükudu mesela, tükudu. Mening ko'zimdan tushayotgani, ichayotgan ichimlikimga o'xshash. Alloh bilan qasamki, mening qapoqlarim haroq tükyapamdi yoki men ma yeshimni ichayotgandim uqmayman. Va ta'sirlayapti-da, boshqasi maqsad emas. Birinchi misrada o'zining ko'zdan tushgan yosh bilan ichayotgan qizil rangli haraqining o'xshash ekanligini ifodalash uchun nima ishlatdi? Tashabaha degan tilni ishlatdi. Odatda normalda kaf ishlatilsa, tashbih ishlatilsa, mushabbah tuvan, mushabbah bi yuqori olgan bo'lsa, shu sifat va shabahda, ammo tashabaha bilan ishlatsa ikkisi o'rtaq, o'xshash tanlantirdi. Endi yana undan boshqa bo'lmaydigan yerim yo'q. İki narsaning o'tirni bir ishda jug'lash iroda qilgan vaqtda bir yerga kelib hozirgidek yuqori tuvan demay qilgan vaqtni tashbihlassak bo'ladi. Otning qashqisini tongga o'xshatganga o'xshash yoki tongni otning qashqisiga o'xshatganga o'xshash. Bu yerdagi maqsad yo'q yoki qorong'ulik emas, maqsad nima desa, zalik ashu ko'proq qorong'ulik ichida nurliq narsaning oshkor bo'lganligini ifodalamoqchi bo'lgan vaqtida qora osmondan bir yerdan tong otib chiqadi ya. Mushu holatni butun qop-qora otning cho'qsidagi qashqiga o'xshash orqali oq qorining yuqori tuvanlik emas maqsad. Faqat qornasidagi oq narsani ifodalamoqchi bo'lgan vaqtda shu xil ishlatib tanglikni ifodalasak bo'ladi. Demak, endi gapni xulosalasak, savoldoshlar, tashbihning asosiy maqsadi mushabbahun bihga tayinib turib, mushabbahni boshqalarga qanday qilish ifodalash. Mushabbahun bih qanchalik ma'ruf bo'lsa, qanchalik jonli bo'lsa, qanchalik yorqin bo'lsa, mushabbahmi shunga yarasha shaklda yorqinlashadi. Tashbihni qo'llanish ishlatuvchining maqsadiga qaraydi. Shu tashbih orqali uni satlashtirmoqchimi, chiroyliqlashtirmoqchimi, oshkorlamoqchimi, yushirmoqchimi? Bu mutakallimning maqsadi. Maqsad shu qo'llanilgan jumladagi oldikeniga qarab bilinadi. Shuning bilan bugun darsimiz tugadi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.